Ikkita Vision bir-biriga qarshi jang qilishdi. Oq Vision yengildi. Bizning Vision esa unga xotiralarini qaytarib berdi va u uchib ketdi. Aytingchi, shundan so'ng Visionga nimalar bo'ldi? Hammaga salom. Bu Kinodata. Bugungi video davomida Oq Visionga nimalar bo'lganini, Vision izlanish serialida nimalarni ko'rishimiz mumkinligini, hamda serialda nega bunchalik sun'iy intellektlarning ko'pligini bilib olasiz. Shunday ekan, siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Barchasi 2021-yilning 15-yanvar sanasidan, Marvel xronologiyasi bo'yicha esa 2023-yilning noyabr oylaridan boshlandi. Ya'ni o'sha paytlarda qasoskorlar intihob voqealari endigina yakunlangan. Wanda esa Vision yo'qligiga ko'nika olmayotgan damlarda edi. Keyin u o'z sehri yordamida gumbaz yaratdi. U yerda esa Vision, Wiccan, Tommylarni ham paydo qildi. Hukumat esa Wandani odamlarni sehr ostida majburlab ushlab turibdi degan fikrda eski Visionning qoldiqlaridan Oq Visionni yaratdi. Undan so'ng jang boshlandi. Oq Vision uchib ketdi va shu bilan WandaVision voqealari tugallandi. Nega bu serial voqealarini aytib beryapman? Sababi Vision izlanish serialdagi voqealar bu voqealar bilan bog'liq. Vision izlanish serialidan so'ng esa keyingi chiqadigan proyekt albatta qasoskorlar qiyomat kuni. Bu degani katta ehtimol bilan serial voqealari tugallanishi qasoskorlar Doomsdayning boshlanishi sifatida xizmat qiladi. Ogohlantiraman. Vision izlanish serialini ko'rayotganda voqealarni tushunmasdan og'zingizni ochib qolmasligingiz uchun WandaVision serialini ko'rib chiqing. Uni esa albatta Huntly ilovasidan topasiz. Bundan tashqari, Oy Ritsari, Lochin va qishki askar, Loki kabi Marvelning eng baland reytingli seriallarini ham ilovadan topishingiz mumkin. Serial nomidan ham ma'lumki, voqealar quest shaklida bo'ladi, ya'ni ko'plab jumboqlar va ochiq qolib ketgan savollar shaklida. Yana serial davomida Oq Vision men kimman degan savolga javob topishga harakat qiladi. Serial umumiy 8 ta qismdan iborat bo'ladi va Marvel Television nomi ostida chiqarilayotgan trilogiyaning yakuniy qismi sifatida xizmat qiladi. Ya'ni voqealar WandaVision serialida boshlangan, Agatha hamma vaqt serialida davom etgan va Vision izlanish seriali bilan tugallanadi. Hamda bu serial Marvel kino olamida muhim kasb ahamiyat etadi. Buni aktyorlar tarkibining kengligidan ham bilib olsak bo'ladi. Vision, Tommy, Wanda hamda Wiccan kabi Visionning haqiqiy oilasi qaytishi mutlaqo tasdiqlangan va men juda intiqlik bilan kutayotgan xarizmatik personaj, ya'ni Ultron ham qaytadi. Bundan tashqari Edith, Jarvis, Friday sun'iy intellektlari ham qaytishi kutilmoqda. Yana Dume nomli sun'iy ong ham mavjud. Agar bilmasangiz, u mana bu qo'l shaklidagi robot ong. U dastlab temir odamga xizmat qilar edi. Endilikda esa o'rgimchak odam tomonidan boshqarilmoqda. U nomli yana bitta sun'iy intellekt bo'ladi. Uni ham temir odam yaratgan, faqat 16 yoshlik paytida. Va eng qizig'i, Jocasta nomli ayol versiyadagi Ultronning alternativini ham ko'rishimiz tasdiqlanadi. Umumiy hisobda biz naqd 8 ta sun'iy ongga ega bo'lgan personajlarni serial davomida ko'rishimiz aniq. Rizo Hamid ismli Marvelning ilk, ya'ni Temir odam 1 filmida qatnashgan terrorchi ham bu serial davomida ishtirok etar ekan. Yangi Marvel personajlaridan esa Paladin hamda Lisa Molinari nomli personajlar ham bor. Paladin bu pul evaziga ishlaydigan yollanma jangchi, detektiv va anti-qahramon hisoblanadi. U ilk bor 1978-yilda Daredevil komiksining 150-sonida paydo bo'lgan. U boy mijozlar uchun ishlaydigan professional yollanma askar. Uning asosiy motivatsiyasi bu pul va dabdabali hayot. Agar unga yaxshi haq to'lansa, u Kapitan Amerika yoki O'rgimchak odam kabi qahramonlar bilan yelkama-yelka turib yovuzlarga qarshi kurashishi mumkin. Ammo shartnoma talab qilsa, qahramonlarga qarshi chiqishdan ham taf tortmaydi. Paladin jismonan oddiy insondan ancha kuchli. Taxminan 1 tonna yukni ko'tara oladi. O'ta tezkor, boks, dzyudo, taekwondo va savat kabi jang san'atlarini mukammal biladi. Mohir mergan, josus va iskuar. Xullas bir so'z bilan aytganda, Kapitan Amerika 2 filmidagi qishki askarning nusxasi. Lisa Molinariga kelsak, u komikslarda sehrli plash taxallusi bilan tanilgan. U ilk bor 2009-yilda Yosh qasoskorlar komiksining 1-nashrida ko'rinish bergan. Lisa yoshligida voyaga yetmaganlar uchun mo'ljallangan koloniyada jazo o'tagan. Ozodlikka chiqqach uning hayoti anchayin qiyin kechgan. U tabiatan isyonkor, san'atga juda qiziquvchan va ayniqsa g'ayrioddiy fikrlaydigan qiz edi. U Norman Osbornning hayoti va uning yovuzliklariga juda qattiq qiziqadi. Uni o'zining san'at asarlari uchun ilhom manbai deb biladi. Lisaning o'ziga xos super kuchlari yo'q, lekin u super qobiliyat beruvchi artefaktlarga ega. U o'tmishdagi qadimiy va qudratli sehrga ega. Tiboroga tegishli bo'lgan sehrli plashni topib olgan. Bu sehrli plash unga turli xil sehrli buyumlar va qurollarni, masalan, sehrli zanjir, bolta, shunga o'xshash buyumlarni yaratish, paydo qilish imkoniyatini berardi. Shu sabab
sababli u o'ziga sehrli plosh deb nom qo'ygan. U serialdan nima qilyapti desangiz, komikslarda u Wanda va Visionning o'g'li tezkor Tommy bilan qisqa muddatli ishqiy munosabatda bo'lgan. Vision izlanish serialining sujetiga keladigan bo'lsak, Marvel to'liq holdagi hikoyani sir saqlayotgan bo'lsa-da, Disney Uniform taqdimotida matbuotga namoyish etilgan birinchi teaser lavhasida asosiy qahramonlarning qisqa ma'lumotlari ulashildi. Voqealar Oq Visionning Qilich korporatsiyasidan qochib ketganidan so'ng sodir bo'ladi. Kadrlarda Vision Marvelning eski loyihalarining kliplarini tomosha qilayotganini, Visionning jismoniy yuzga ega ekanligini, biroq asosiy xotiralari yo'qligi bilan kurashayotganini ko'rsatiladi. Birinchi rasmiy qisqacha ma'lumot manbalarida aytilishicha, Visionda esa yashirin hayot kechirishga urinayotgan bo'lsa-da, kalla kasallarga uning boshi uchun mukofot qo'yilganini bilgach, yashirin hayot kechirish uchun soxta oila qurishga majbur bo'ladi. Aynan shu voqealarni Vision komiksining birinchi nashriyotida ham ko'rishimiz mumkin. Bu haqida esa mana bu video davomida aytib o'tganman. Visionning boshi uchun qo'yilgan mukofotga esa Paladin rozi bo'ladi va Visionni izlashga tushadi. Serial rasman shu yilning 14-oktyabridan chiqarilishni boshlaydi. Mana, biz hozirgina Vision izlanish seriali haqidagi barcha ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Serialning har bir qismi bizni to'g'ridan-to'g'ri Qasoskorlar qiyomat kuni filmiga yaqinlashtirib boradi. Serial chiqishi bilan uni albatta Honplay ilovasida o'zbek tilida va yuqori sifatda tomosha qilishingiz mumkin. Va menda yana bitta savol qolib ketdi. Sizningcha Ultron bu safar ijobiy personaj bo'lishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinodata bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.